Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan mana bu kabi oynali transport vositalari va shu tartibda jihozlab beramiz degan xizmatlarni reklama qiluvchilar ko'payib bormoqda. Bu masalada bundan bir necha yil oldin ham to'xtalgan edik. Bugun yana qisqacha qilib aytib o'tamiz. Xullas, amaldagi texnik reglamentga ko'ra, avtomashina transport vositangizda oynalari 70% dan kam bo'lmagan darajada yorug'lik o'tkazishi, massasiga bo'yalgan yoki qoraytirilgan old oynalar oq, sariq, qizil, yashil va ko'k ranglarni to'g'ri qabul qilinishini buzmasligi kerak. Endi savol tug'iladi, buzilsa nima bo'ladi? Ayrim hollarda haydovchiga mashina ichidan yo'l obyektlari noaniq ko'rinadi. Ko'p hollarda esa oynalar tashqi tomondan blikovart qoladi. Bu esa reglament talabiga zid. Kerak bo'lsa, kunning qaysidir vaqtida ko'zgusimon bo'lib ham qoladi. O'zbekistonda tonirovkaga oid barcha qonun hujjatlariga e'tibor bersangiz, tusi o'zgartirilgan, qavsishida qoraytirilgan degan so'z ishlatiladi. Demak, oynalaringizni faqat qoraytirasiz. 70% yorug'lik o'tkazadigan darajada qoraytirib, bemalol boshqarishingiz mumkin. Bu uchun tegishli to'lov talab etilmaydi. Yoki ruxsatnoma olib, 30% yorug'lik o'tkazuvchanlik sharti bilan qonuniy qoraytiring. Hozir negativ yozadigan ayrim kuzatuvchilarga eslatib o'tmoqchiman. Men yuqorida belgilangan texnik reglament va talablarni eslatib o'tdim xolos. Agarda ushbu turdagi oynali transport vositalaridan foydalanish mumkin bo'lganda, avtomashinalar ham xuddi shunday oynalarda ishlab chiqarilishi mumkin bo'lardi. Shu haqda ham o'ylab ko'ring. Qisqasi, jarima to'lamay desangiz, bu turdagi plyonkalardan qoching. Avtomobilingizga o'rnatishingizni tavsiya bermayman.